Birinchi trimestr nimasi bilan xavfli? Birinchi trimestrda bizada asosan bolajonimiz shakllanishni boshlaydi. Ya'ni o'sha bolamizni nervniy trubkasi bilan yurekchasi shakllanishni boshlaydi. Ya'ni nerv sistema va yurak shakllanadi. O'sha uchun biz asosan qo'rqadigan boshqa organlar shakllanishida davom etadigan srok birinchi trimestr bo'ladi. Birinchi trimestrda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Agar sizlarni qo'rqitmasdan to'g'risini aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda bolamizni burun suyakchalarini va talshana-воротниковый zonasini tekshirib ko'ramiz. Bizada burun suyakchasi aniqlanishi kerak va talshana-воротниковый zona 3 mm dan qalin bo'lmasligi kerak. Ba'zida o'sha o'zini nedeliyasini srogiga mos holatda o'zgarishlar bo'ladi. Misol uchun 11 haftada 207 chiqishi ham biz uchun qalin hisoblanadi. Shu joylariga e'tibor qaratishimiz kerak va dori preparatlarni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Birinchi trimestrda yod, foliyaviy kislota, omega, vitamin D shunga o'xshagan preparatlarni ichish kerak.